Assalomu alaykum. Bizga juda ham ko'p tovarlarimiz keldi Xitoydan. Hammasini chiqarib, mana xudo xolasa savdoga qo'ydik. Hammasi Xitoy original tovarlar. Kiloda 180 ming so'mdan. Manzil Andijon viloyati Xo'jaobod tumanida, dostavka esa barcha viloyatlarga bor. Hamma tovarlarimiz juda ham zo'r, klientlarimiz juda ham ko'p. Alloh barakasini bersin. Hamma viloyatlarga dostavka qilib beramiz yoki har kuni savdo bor. Telegram kanalimizga ulansanglar, kunlik savdolar soatlari yoziladi. Bemalol kelib xarid qilishingiz mumkin. Albatta pachka sotiladi. Optimchi opalarimiz uchun juda ham qulay narxlarda qilib beramiz. Hamma kiyimlarimiz bor, posterlar, dasturxonlar, hamma tovarlarimiz kiloda mana qayda juda ham ko'p klientlarimiz kelib bozor qilishyapti. Juda ham zo'r savdo bo'lyapti. Alloh barakasini bersin. Viloyatlarga hamma dastavkalar, har kuni dastavkalar 200 ta 300 talab chiqariladi qizlar. Hamma joyga dastavkamiz bor.